Bugun poytaxtimizda World Table Tennis taqvimidan o'rin olgan yirik xalqaro turnir start oldi. Unda 15 dan ortiq mamlakatning 300 nafardan ziyod sportchisi o'zaro raqobatga kirishgan. Musobaqada 11 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan stol tennis ustalari ishtirok etishyapti. Musobaqaga Humo Arena mezbonlik qilyapti. Ishtirokchilar orasida mamlakatimiz vakillari bilan birgalikda Saudiya Arabistoni, Eron, Malayziya, Birlashgan Arab Amirliklari, yon qo'shnilarimizdan Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston singari davlat vakillarini ko'rish mumkin. Taqvimga ko'ra, bellashuvlarni 13 hamda 17 yoshlar guruhi boshlab berdi. Dastlab guruh bosqichida o'zaro raqobatlashgan qatnashchilarning eng kuchlilari play-off raundiga yo'l olishdi. Ushbu yosh toifasida g'oliblar nomi ertaga ma'lum bo'ladi. U Contender Toshkent 2025 musobaqaga 11 nafar sportchimiz bilan keldik biz. Bu musobaqaga shu kelishni o'zi bo'lmadi, bir qancha bosqichlardan o'tib saralanib kelishdi bizning shogirdlarimiz. Bu musobaqaga biz shu o'quv mashg'ulot yig'inlarida qatnashdik, bir ikkita, uchta viloyatlar, respublika bosqichlarida shu O'zbekiston chempionatlarida qatnashib, shu yuqori tajriba to'plab tayyor bo'lib keldik, shu tayyorgarlik ko'rib. Xudo xolasa shogirdlarimizdan yuqori natijalarni kutib qolamiz. Bunday nufuzli turnir, ya'ni World Table Tennis tasnifidagi musobaqaga yurtimiz ilk marotaba mezbonlik qilayotganini ta'kidlash joiz. Sportchilar muvaffaqiyatli ishtirok orqali qimmatli reyting ochkolariga ham ega bo'lishadi. Mazkur musobaqa 31-mayga qadar davom etadi. Aynan 31-may sanasiga bir qator guruhlarda final uchrashuvlari belgilangan. Hal qiluvchi bahslardan keyin musobaqaning barcha g'olib va sovrindorlari nomini bilib olamiz. Nodira Oliyeva, Alisher Ermatov, sport yangiliklari informatsion dasturi uchun.